Assalomu alaykum do'stlar. Bu Qumovulning yo'li, ya'ni Maksim Gorkiy ko'cha Gumbez joyi bor. Hamma biladi, sol joyning qarama-qarshi oldida joylashgan usti ulkan joy sotuvga qo'yilmoqda. Uglovoy joy, yo'lning bo'yi Sechanov ko'chasi, tag'ida Maksim Gorkiy ko'chasi, hozirgi ati Amir Temur ko'chasi. Kelamiz, sentrda joylashgan 6 sotiqli 3 komnatali joyni tanishtiramiz. Uyning oldida shunday ajoyib yuzumlari bor, bog'i bor, ko'rib turibsiz. Biznesga qolaylı yerlerden biri. Joyimizning kirgan yerimi ustida ulkan territoriya, ulkan yer plani hisobida ko'rsangiz bo'ladi. Buni buzib, qalagan biznes yamasa 2 etajli joy ko'tarib olsangiz ham bo'ladi. Kelamiz, meni ajoyib bog'i bor, yerigi bor, yuzumi bor. Yeri yaxshi, sentrda joylashgan Maksim Gorkiy ko'chasi, hozirgi Amir Temur ko'chasida joylashgan. Ishlarini ko'rsatamiz. 3 komnatalı kirgan yer ajoyib, usunday koridor bilan baslanadi. Kirgan yerda bu yoqda kacholxonasi, sanuzeli, tualet, banya, tag'ida ish betdi, parnoyi bor ekan. Kelamiz, shunday ajoyib joyni ko'ramiz. Sentr Qumovulning yo'li, Maksim Gorkiy ko'chasidagi ajoyib joyda ko'rsangiz bo'ladi. Joyimizda 99% zotlar podarkka taslab ketiladi. Joyimizning egasi Toshkentga ko'chuvga baylanışli joyimizni sotmoqda. Kelamiz. Ikkinchi komnatalarni ko'rsatamiz. 99% zotlar qoladi. Qoladigan zotlar ko'rib, bu yoqda zali 3 komnata. Stol, stulchik, zimoleta, divan, usul lyustralar, usul glemler, usul servantlar, mebellar barlig'ini taslab ketaman deb atar. Bahası 600 milyon, kelsimi var, payg'asi var. Maksim Gorkiy ko'chasi, yo'lning bo'yi, uglovoy yerda joylashgan ajoyib joyda ko'rsangiz bo'ladi. 600 milyon qatib qolgan baho emas. Uglovoy yerda joylashgan Sechanov ko'chaning basi, yo'lning bo'yi Amir Temur ko'chasi. Bu yoqda xolodilniklar, mebellar barlig'ini taslab ketaman deb atar. Tag'ida shunday ajoyib uголниклari var ekan, shunday o'tiradigan ish betdi. Bu yoqda kichigrim ajoyib kladoplar var. Polklar so'qtirgan. Podvallardan ko'rsatib ketamiz. Podvallari, ya'ni aslında arxan jiralas polklarni so'qtirgan, banka anomozatlarni qo'ysangiz bo'ladi. Buni buzib, qalagan biznesingizni ko'tarib olsangiz ham bo'ladi. Joylaringizni solib, yer plani hisobida yamasa vaqtcha jasab turuga bo'ladi. Kreditga chiqadi. Kredit жұмысларын bitirib alsangiz bo'ladi. 600 milyon qatib qolgan baho emas. Төменде номер qoldirdik, so'g'an xabarlasin. Makler Qoraqalpog'iston kanali tek qana sizning xizmatingizda bizlarni ko'rude. Davom eting. Yanından geçsen de arından geçme, perzentim elinde kızgıçtay kuru, turulup sabahın saklayman yeste, bakıtqa yetkirgin erkennin jolu. Yanından geçsen de arından geçme.